Day 8. Bugun sizlar bilan Shellcodes of the World Unite. Xo'p, bugungi o'rganadigan mavzularimiz, ya'ni kechagi sessionda sizlar nima o'rgandilaringiz? Bu juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri, ya'ni the fundamentals of writing shellcode, generate shellcode for reverse shells, executing shellcode with PowerShell. Xo'p, shellcode nima? Reverse shell nima? Xo'p, shellcode'ni PowerShellda run qilish nima? Birinchi shu narsa haqida biz tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Shellcode xo'p bizga o'sha tizimni CMD Command Line interfeysida kod yurita olishimizning imkoniyatini beradigan kod desak ham, payload desak ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qachonki shellcode o'sha tizimda ishga tushiriladigan bo'lsa, o'sha tizimni Command Line interfeysi, ya'ni CMD yoki bo'lmasam terminali bizga ishga tushirib, ya'ni kod yozishimizga, komanda yozishimizga bizga imkoniyat paydo bo'ladi. Bitta misollardan biri, misol uchun mana Kali Linux. Misol uchun bizda hozirgi terminalimiz Bash ta turibdi, to'g'rimi? Lekin biz uni hozir nima deydi? Misol uchun biz misol tariqasida ko'rdik. PHP shellni misol uchun web serverga yukladik va ishga tushirdik va PHP serverini Linuxda ishlayotganligini bildik va u orqali Linux komandalarini unda ishga tushirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Agar u Windows serverda bo'ladigan bo'lganda biz PowerShell komandalarini ishga tushirish imkoniyatiga, ya'ni qobiliyatiga ega bo'lgan bo'lardik. Xo'p, shellcode mana shu narsa. Endi reverse shell haqida gaplashamiz. Reverse shell nima? Reverse shell bu qachonki xo'sh, reverse shell bu qachonki biz uni victim mashinaga upload qilganimizda, uploaded on victim machine, mana shunday nomlasak yaxshi bo'ladi. Uploading victim, and when victim machine, ya'ni bizni o'sha hujum qilinayotgan mashinamiz kodni execute qiladigan bo'lsa, ya'ni ishga tushiradigan bo'lsa, executes it will connect to attacker's machine. Ya'ni biz qachonki o'sha victim mashinada, ya'ni hujum qilayotgan mashinamiz u kodni ishga tushiradigan bo'lsa, u nima deydi? Bizga shell ochib beradi. Ya'ni attacker's machine by opening shell. Ya'ni agar Windows bo'ladigan bo'lsa PowerShell bizga ochib beradi, Linux bo'ladigan bo'lsa Bash yoki shunga o'xshagan shellni bizga ochib beradi. Reverse shell shundan iborat. Ya'ni reverse shellni qachonki biz boshqa mashinada, hujum qilayotgan mashinamizda ishga tushiradigan bo'lsak, u mashinada bizga dostуп ochib beriladi. Xo'p, bugun gaplashadigan mavzuyimiz demak executing shellcode with PowerShell. PowerShell orqali o'sha Windows command line system dasturi orqali bizni shellcode'ni ishga tushiramiz. Xo'sh, bizda mana mashinalarni tayyor qilib oldik. Username, password, IP adres, hamma narsasi bizda bor. Xo'sh, xo'p, mana men shellcode bularni umumiy qilib sizlarga aytib o'tib ketaman. O'qib berib o'tirishim shart emas, chunki umumiy fikrni oladigan bo'lsak, bizga mana yetarli bo'ladi. Mana shellcode, a piece of code usually used by malicious actors during exploits like buffer overflow attacks to inject commands into a vulnerable system, often leading to executing arbitrary commands or giving attackers control over compromised machine. Ya'ni o'sha shellcode bizga aytganimdek imkoniyat yaratib beradi. Ya'ni o'sha komandalarni biz yoza olamiz o'sha tizimda, hujum qilayotgan tizimimizda. Hop, PowerShell buni endi bilamiz. Windows tizimidagi command line, ya'ni administrativ vazifalarni bajaradigan automation, configuration management, hamma narsa qilsa bo'ladi. Qisqasi bunday qilib aytadigan bo'lsam, PowerShellda hamma ishlarni amalga oshirish mumkin. Hope attackers often use PowerShell as a post-exploitation tool because of its deep access to system resources. Ya'ni misol uchun PowerShell orqali biz sistem komandalari, tizim haqida ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, attackerlar deyapti, asosan post-exploitation tool sifatida ishlatadi. Ya'ni tizimga buzib kirib bo'lgandan keyin PowerShellni
o'sha ma'lumotlar olish uchun ishlatadi. Hop, Windows Defender'ni bilamiz. Bunday qilib oson qilib aytadigan bo'lsam, bu antivirus. Windows'ning o'zini built-in antivirusi. Hop, Windows API. Mana bu haqida endi ozgina gapirishimiz kerak. Windows Application Programming Interface allows programs to interact with the underlying operating system, giving them access to essential system-level functions such as memory management, file operations, and networking. It serves as a bridge between application and operating system, enabling efficient resource handling. Windows API is crucial because many exploitation techniques and malware rely on manipulate processes, allocate memory, execute shellcodes. Common Windows API functions frequently used by malicious actors include virtual unlock, create thread, wait for sting object, which we will also use in this task for exploitation. Xo'sh, Windows API bu o'sha dasturlarni operating system bilan interact qilishini ta'minlaydi. Ya'ni ularga nima deydi? Misol uchun o'sha xotira menejmenti, fayl operatsiyalari yoki tarmoq networking shu tarmoq bo'yicha ularga ya'ni ularga ular bilan asosiy vazifalarni bajarishga imkoniyat beradigan yo'l desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha API da bu narsani nima deydi? Windows Application Programming Interface imkoniyat desak ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p, buni nega bu muhim? Chunki ko'p mana exploitation ya'ni buzib ko'rish usullari yoki bo'lmasam o'sha nima? Malware o'tkazish, ya'ni jo'natish victim tizimga proseslarni, ya'ni proseslar, ya'ni o'sha ishga tushirilgan dasturlar yoki bo'lmasam shell kodlarni run qilish bo'ladimi yoki bo'lmasam xotirani bo'lish bo'ladimi, bular hammasi o'sha exploitation ya'ni buzib kirish stepida, ya'ni bosqichida Windows API ni o'rni katta bo'ladi. Xo'p, mana common Windows API functions frequently used by malicious actors include virtual unlock, create thread, wait for single objects. Bu sal qiyinroq bo'lgan mavzu, lekin mana biz ko'ryapmiz. Virtual unlock, create thread, wait for single object. Mana shu API'lar hakerlar tomonidan ko'p ishlatiladigan API'lar hisoblanadi. Xo'p, reverse shell haqida gaplashdik. Accessing Windows API through PowerShell reflection. Xo'p, bu yerda bizga hozir ko'ramiz. Windows API bilan PowerShell'ni bog'liqligini bu yerda tushuntirib beryapti. Mana u reflection is an advanced technique that enables dynamic interaction with Windows API from PowerShell. Ya'ni PowerShell bilan API qanday ishlashligi haqida. Bu narsani biz hozir ko'ramiz mashqlarni bajarish davomida. Xo'p, mana shu yerda endi muhim narsani, ya'ni muhim mavzu generating shell code. Bu juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri. Misol uchun payload, ya'ni o'sha payloadni generate qilishda biz MSF Venom dasturidan foydalanamiz. Ya'ni Linuxda MSF Venom dasturi bor. Ya'ni reverse shellni biz o'sha yerdan generate qilib olamiz. Buni generate qilishni, ya'ni yaratishni juda ham ko'p turlari bor. Misol uchun bu yerda mana x64 bitlik Windows uchun shell reverse TCP yaratilyapti. Ya'ni misol uchun x32 ga bo'lishi mumkin va keyin mana bu yerda faylni belgilayapti PowerShell formati uchun. Ya'ni PowerShellda bu misol uchun output'i, ya'ni natijasi bu kod ishlab chiqarilgandan keyin PowerShellda bu kodni yuritish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hop, lport, lhost bu bizni, ya'ni attackerni IP adresi hisoblanadi. Lport o'sha attackerni eshitib turadigan porti, ya'ni qachonki o'sha victim mashina bizni hujum qilayotgan mashinamiz bizga bog'lanadigan bo'lsa, mana shu portga bog'lanadi. Xo'p, bu mana misol uchun f fayl boshqacha ham bo'lishi mumkin. Misol uchun .exe formatda bo'lishi mumkin. Ya'ni mana biz bilamiz Windowsda .exe faylda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam bu endi Windows uchun. Mana bu .sh bo'ladigan bo'lsa yoki .bash bo'ladigan bo'lsa, bunda bu Linux uchun payload yaratilgan bo'ladi. Xo'p, PHP qilishimiz mumkin. Misol uchun buni biz bu web server uchun bo'ladi shunda. Yana boshqa
turdagi shelllarni, ya'ni o'sha reverse shelllarni biz yaratishimiz mumkin. Mana bu yerda yaratilayotgani aynan PowerShell uchun yaratilyapti. Mana bu yerda aytgan, tushuntirganman aytgan narsalarni, yana qanday yaratiladi. Endi bu yerda hozir yaratilgan kod, ya'ni yaratilgan payload qiyin payloadlardan deb aytsam bo'ladi. Chunki mana biz hozir ko'ramiz. Nega men bu narsani qiyin deb aytyapman? Ya'ni odatda mana shu komanda olinadi va boshqa faylga yoziladi va u fayl victim tizimga o'tkaziladi. Victim tizim uni run qilganda keyin ishlab ketib qoladi. Ya'ni bizga shell, reverse shell olib beriladi. Ya'ni hujum qilinayotgan mashinadan attacker mashinaga, hujum qilayotgan mashinaga dostуп olib beriladi. Lekin bu yerda nega boshqacha? Bu yerda aytyaptiki, mana biz boya ko'rdik tepada executing shellcode with PowerShell. Ya'ni PowerShellga shunday komanda yoziladi va shellcode kiritiladi va u orqali biz o'zimizga reverse shellni olib olamiz. Hozir mana bu narsani biz bu yerda sinab ko'ramiz. Mana bu yerda yozilgan kod bu C# da yozilgan kod. Xo'sh, we can execute this shellcode by loading into memory, ya'ni memoryga, ya'ni xotiraga buni load qiladi, u kodni va keyin execute qiladi, ya'ni keyin run qiladi. Xo'sh, mana endi bu yerda C# yozilgan. Men bu kodni, bu dastur haqida kodni o'qiy olganim bilan to'liq ham tushunmayman, lekin bu yerda nima haqida gap ketayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda C kod yozilgan va mana shell kod o'rniga biz o'zimiz shell generate qilamiz va shu shellni bu yerga qo'yadigan bo'lsak, bizga nima attacker mashinamizda do'stup olib beriladi. Mana bu yerda bittasini aytib ketgan. Mana bizga tegishli joyi bor. Ya'ni if you are new to cybersecurity, memorizing these functions is unnecessary. Most penetration testers use pre-made or automated tools to run shell code, so you don't have to know every technical detail to complete the job. Mana buni tushunmayapsizlar. Mana misol uchun men ham hammasini bu narsani tushunmayman, lekin tushunmayotgan bo'lsalaringiz hech qanaqa muammo yo'q, chunki hamma, ya'ni o'sha xakerlar ham bo'ladimi, pentesterlar ham bo'ladimi, tayyor MSF Venom'ni ishlatadi, faylni o'tkazadi va do'stup oladi. Bu mana misol uchun buni bittalab yozib chiqib yoki o'zingiz tuzib chiqishingiz bu qiyin bo'lgan misol uchun jarayon. Buning uchun ancha advanced darajadagi bilimga ega bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun men bu joylarni misol uchun sizlarga skip qilib o'tib ketyapman, ya'ni ko'p joylarini bizga umumiy tushuncha kerak va o'sha narsani biz qila olishimiz kerak. Hozir bu narsani biz ko'rib chiqamiz. Hope these clauses use the DLL import attribute to load specific functions from kernel 32 DLL, which is part of Windows API. Hope bu tushunarli. Mana virtual unlock bormikan? Virtual unlock bor ekan. Mana shu laynda o'qib qo'ysak, misol uchun yaxshi bo'ladi. Ya'ni kodni tushunish uchun. Virtual unlock. This function allocates memory in processor address space. It's commonly used in scenarios like this to prepare memory for storing and executing shellcode. This function creates new thread in process. The thread will execute shellcode that has been loaded into memory. Wait for single object. This function pauses execution until specific thread finishes its task. In this case, it ensures that shellcode has completed execution. Xo'sh, mana bu funksiya, misol uchun C#dagi mana bu funksiya xotirada proses uchun, o'sha dastur uchun joy ajratib beradi va u odatda xotirani, shell kodni saqlash va ishga tushirish uchun ishlatiladi. Mana bu function new thread, xo'p, o'sha dasturda new thread yaratadi. Xo'sh, thread keyin shell kodni execute qiladi o'sha memoryga, mana bu joyga, ya'ni memoryga, ya'ni xotiraga shell kod saqlandi va execute'ga tayyorlandi. Bu shell kodni mana bu function execute qiladi. Mana bunisi esa o'shani tugatadi. Shu haqida gap ketyapti bu yerda. Hop, add type qilib mana bu yerda PowerShell orqali, ya'ni misol uchun ya'ni add type komandasi orqali PowerShellda biz bu funksiyalarni ishlatishni boshlaymiz. Xo'sh, byte array, real shellcode, bular tushundik. Memory address, virtual unlock. Ya'ni bularni juda tushunib o'tirish shart emas, chunki o'sha aytganimdek tayyor o'sha automated toollardan foydalanib
biz odatda victim mashinaga do'st olamiz. Mana endi practical partga o'tadigan bo'lsak, mana shu yerda yaxshiroq bo'ladi. Mana buni endi lekin tushunib ketishimiz kerak. NCNVLP 111. Ya'ni bu nima komanda? Bu Linux komandasi netcat deyiladi. Ya'ni netcat listener. Bu komanda orqali biz mana buni hozir run qilib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda mm, mana shu komandani biz ishga tushirgan paytimizda, ya'ni kutib turamiz. Mana hozir 111 mana kutib turadi. Ya'ni mana shu 111-portda biz hozir eshityapmiz. Agar victim mashinadan bizga o'sha victim mashina yaratgan shell kodimizni ishga tushiradigan bo'lsa, bizda mana bu yerda PowerShell yangi terminali ochilishi kerak. Bu mana shu narsa. Ya'ni misol uchun mana bunday narsada qarang. Biz payloadni on victim machine deymiz. Mana on victim machine the payload on victim machine execute payload on port 111. Misol uchun mana victim mashinada o'sha biz yaratgan shell kod 111-portda ishga tushirildi. Endi buni qayerdadir biz qabul qilib olishimiz kerak. Ya'ni misol uchun shunchaki ishga tushirib qo'ysak, bizda hech qanaqa shell hech qayerda ochilmaydi. Endi biz buni attacker mashinada listen on port 111. Mana bu keyin ishga tushirilganda, payload ishga tushirilganda 111-portda, 1111-portda biz attacker mashinada bu portni eshitamiz. Shu orqali bizga PowerShell o'sha ochib beriladi. Mana shu narsa uchun biz buni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Buni xohlagan buni adashmasam biz o'tgan safar PHP shellda ham ishlatdik. Web shell olishda o'shanda kerak bo'ldi. Bu mana shu narsa. NVLP P port, L listen, V verbose and bu node.js. Xo'p, endi davom etamiz biz. Mana bizda hozir mana bu yerda aytilganki, mana bu birinchi mana shu part qismini kopiya qil va kopiya qilib victim mashinaga o'tkiz deyilgan. Men victim mashinani mana bu yerda ochib olganman. Victim mashinani qanday ochdim? Mana sizlarga bu narsani men ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni R desktop bilan. Mana bu komanda orqali men ochib oldim. Yo'q, mana bunisi orqali ochibman, uzr. Mana bu komanda orqali men ochib oldim. Sizlar ham shunday qilib, ya'ni RDP qilib ulanib oladigan bo'lsalaringiz, biz kodimizni shu bemalol copy paste qilishimiz mumkin. Hozir endi biz mana bu yerdan buni qaytadan sizlarga ko'rsatay. Mana ulanib, mana bosamiz. Bizda mana glitch password, ya'ni RDP credentiallar bizga mana bu yerda berilgan. Mana ulansak bo'ladi bemalol. Shu orqali men bu komandani yozib oldim. Xo'p, mana bizda tayyor nima kod debman. RDP ya'ni remote desktop ochildi. Ya'ni biz Windows tizimiga remote desktop protokol orqali ulandik. Xo'sh, bizda endi mana buni yozamiz. Mana bu kodni men mana kopiya qilib oldim. Mana buni endi shuni shu yerga paste qilamiz. Mana ko'rdingizmi? Paste qildim. Endi enterni bosamiz. Xo'p, mana bu joyini endi mana kopiya qilib shellcode placeholder. Biz bu yerga hozir avval shellcode'ni generate qilib olishimiz kerak. MSF Venom bilan mana buni hozir generate qilishimiz kerak. Mana buni bunday kopiya qilamiz. Mana bu yerda buni o'zimizning attacker mashinaga kelib tashlaymiz, kopiya qilamiz. Lport 1111 da turadi. Biz endi mana bu yerdagi mana bu tryhackdagi mana bu IP adresini yozamiz. Ya'ni bu bizni mashinamizni IP adresi. Bunga kelib ulanadi. Ya'ni o'sha victim mashina. Hozir bu yerda shell kod paydo bo'ladi. Biz mana buni enterni bosamiz. Hozir bu ishlashi kerak. Chunki bu PowerShell komandasi. Xo'sh, bu yerga kelib mana bu
joyini olamiz. Mana bu joyini olib, biz mana tenggacha olamiz. Shellcode placeholderga hozir mana bu ishlasin. Shellcode placeholderga mana bu joyni kiritamiz. Mana shu joy. Mana shu bizning payloadimiz. Bu nima? Bu shunaqa payloadki, o'sha xotiraga bu narsani yozadi va ishga tushadi va bizga mana bu portda mana shu portga 111-port orqali bog'lanadi. Xo'sh, bizda ko'ramiz. Mana bu hozir sal qotib qoldi. Hozir ishga tushsa, biz shu orqali bog'lanamiz. Ya'ni xo'p, mana bizda hozir ishga tushmadi shekilli bu. Xo'sh. Tizim qotib qoldi shekilli. Ayyo, mana ishga tushibdi. Xo'sh, endi biz mana bu qismini olamiz. Mana bu qismini olib, buni bu yerga kopiya qilamizda va mana bu yerdagi shell kodimizni mana bu 0 qismidan boshlab mana bu yergacha kopiya qilamiz. Mishkani o'ng tomonini bosib kopiya qilganimizdan keyin buni mana tengdan keyin bosamiz va enter bosiladi. Xo'p, bizda mana buni boya biz ochib tayyorlab qo'yganmiz. Mana port 1111 da kutyapti. Bu yerda mana ochib qo'yamiz. Endi mana bu yerda aytgan continue copying and pasting lines from the code below. Remember copy one line at a time. Ya'ni bitta kopiya qilib chiqishimiz kerak mana bu line'larni. Windowsga. Xo'p, PowerShellga mana bitta kopiya qildik. Xo'p, ikkinchi line'ni ham kopiya qildik. Xo'sh, 3-line'ni ham mana biz kopiya qildik. Xo'sh, endi 4-line'ni ham kopiya qilamiz. 4-line'ni ham kopiya qilganimizdan keyin endi shellga borib qaraymiz. Ya'ni mana bizda ko'rib turibsizlar, Windows PowerShell ochilib berildi. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Mana bu bizning victim mashinamiz, ya'ni hujum qilayotgan mashinamiz. Bu bizning IP adresimiz va bizda mana PowerShell komandasi bor. Biz mana whoami deb yozib ko'radigan bo'lsak, bizda mana glitch chiqib keldi. Mana hozir biz glitchmiz. Endi biz dir qilamiz, kirib ko'ramiz. Mana bizda hozir hammasi yaxshi ishlayapti. Agar yopib yuboradigan bo'lsa, demak sizda qanaqadir muammo duch kelgan bo'lasiz. Mana shunday qilib tizimga, ya'ni o'sha boshqa Windows tizimiga hujum qilinadi. Endi biz bu yerda hozir mana 1111 port orqali dostуп oldik, ya'ni buzib kirdik desak ham bo'ladi bu tizimga. Endi 4444-port orqali biz tizimga kirishimiz kerak va bu tizimga kirganimizda bizda mana desktop glitch usersda flag turgan bo'ladi. Hozir biz mana agar qarab ko'ramiz, dir desktop. Xo'sh, bu yerdan hozir chiqib ketamiz. Chiqib ketib, mana buni o'rniga endi biz 1111 ni o'rniga 444-portni yozamiz. Mana 444-portni yozamiz. Endi biz bu yerga mana 444-portni yozamiz, ishga tushirdik. Bizda PowerShell'imiz payloadimiz tayyor. Endi biz bu yerdan xo'sh, yana boyagi komandani yozamiz, ya'ni mana bu komandani ko'chiramiz. Mana birinchi qismini biz ko'chirishimiz kerak. Buni PowerShell'ga o'tkazamiz.
PowerShellga o'tkazdik. Mana run bo'ldi. Endi buffdan tenggacha o'tkazamiz. Tengdan keyin hozirgina 4444 port bilan generate qilingan payloadimizni kopiya qilib u yerga tashlaymiz va xuddi boyagidek har bitta komandani mana bu yerdan bitta kopiya qilib o'tkazamiz. Mana kopiya bo'lmay qolibdi. Hozir buni mana kopiya qilamiz. Har bitta komandani bu yerga o'tkazamiz. Aytgancha bizda hozir boya 111-kodda portda eshitganmiz. Endi buni 4444 ga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Chunki hozir agar yurgizsak, eshitmasdan yurgizadigan bo'lsak, komandamiz bizga shell olib berilmay qoladi. Shuning uchun bu narsani ishga tushirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana buni endi 3-kodni mana run qildik. Xo'p, bizda endi 4-sini ham o'tkazamiz. Va 4-sini ham o'tkazganimizdan keyin borib shellga qaraymiz. Xo'p, bizda mana 4444-portda ham biz shell ola oldik. Xo'p, mana hozir desktopga kirib ko'ramiz. Desktopga kirib ko'rsak, mana bizda flag.txt bor. Buni cat orqali o'qiydigan bo'lsak, cat emas, type orqali o'qiydigan bo'lsak, mana bizda got my access backdoor. Buni kopiya qilib ikkinchi flagni joyiga olib kelib tashlaymiz. Mana men hozir olib kelib tashladim va correct answerni bossalaringiz sizlarda ham javob paydo bo'ladi. Mana shu haqida edi day 8imiz. Juda ham muhim bo'lgan mavzu, juda muhim, chunki agar noto'g'ri payload ishlatiladigan bo'lsa, misol uchun x32 ga x64 ni payloadni kiritadigan bo'lsak, ishlamay qoladi. Shuning uchun bu juda ham muhim bo'lgan mavzu. Buni tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni MSF Venom qanday ishlaydi, qanday qilib payload generate qilinadi. Mana bu komandalarni men not qilib yozib olishlaringizni maslahat bergan bo'lardim. Xullas, shuning bilan bugungi sessionimiz o'z nihoyasiga yetdi.